Bugun mana 14-iyul yoz fasli gigat qora shahzodli to'g'ri xorozlarimizni. Bu yoqda mana bitta to'g'ri qurib qo'ygan qora shahzoda zoti. Bugun mana shuni yoz faslida, shu issiq faslida chillani havolarida ham yaxshi oshib chiqadigan qilib joylashtiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Quruq to'g'rimizni mana shu yoqqa joylashtiramiz. Va ichiga somon solamiz. Qop ko'rsa bordim, hozir mana shunday qilib qo'ymasa orasiga reklama qilib ketdingiz deyishadi. Hozir shunchaga yaxshilab somon solib qo'yamiz. Iloji boricha burchak joyga va salqin joyga joylashtirilsa, kun issiq paytda ham yaxshi oshib chiqadi quruq to'g'ri. Salqinga, podolga va qorong'i joyga joylashtirganmiz. Mumkin quruq to'g'rimizning joyini tayyor qilib qo'ydik. Bu yerda ovqat suv ichadiganlar yoniga qo'yish shart emas, 1 metr yoniga qo'yib qo'ysanglar, o'zi turganda yeb, ichib qaytib yotaveradi. Somonni press qilib qo'yganmiz, ichiga tuxum tushib qolmasligi uchun. Hozir o'zi yotganda ham dumaloq qilib tuxumlarni tushirib oladi. 15 ta o'zini o'sha qora shahzoda tuxumlaridan qo'yganmiz. Iloji boricha svejiy tuxum qo'yiladigan bo'lsa, yaxshi oshib chiqadi. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Bu yoq chuqurroq bo'lganiga ozgina buni surdik. 15 ta tuxum qo'yib qo'ydik. Endi hozir to'g'rimizni olib kelib joylashtiramiz. Mana quruq to'g'rimiz ko'rishingiz mumkin. Sheriklar tashqariga chiqib aylanib yurgan bo'lsa ham, bu o'zini joyida hali ham. Men tezroq olib joylashtirib qo'yamiz. Kamerachi ham to'g'rini joylashtirayotgan ham o'zimman, shuning uchun to'g'ri kirchilaganiga kadr o'tirib qoldi. Ana oradan 15 daqiqa o'tdi, to'g'rimiz joylashib olgan, 15 ta tuxum plotni bosib yotibdi. Hozir bundan oldingi dublni ko'targanligim uchun tuxumlar ochilib qolgan, yaxshi bosib oldi. Bu 15 ta tuxumdan hali nechta jo'ja ochib chiqishni ham qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni paranjish qozlarga jo'natib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Kimga mabodo bir oydan oshgan jinsi bilan zotli va koreyskiy xalqlar zotli jo'jalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. 1 kunlikdan 40 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz bor. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, xayr sog' bo'ling, salomat bo'ling.